Azizlar, taqillatadigan eshik ham yo'q. Videoni bitta ko'ring. Assalomu alaykum. Ona qizim, yaxshimisiz? Yaxshi. Vah, va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi. Yaxshi yuribsizlarmi? Nima bo'ldi qizim oyog'ingizga? Yemirish ekan. Suva yemirish ekan. Kasal bo'lib qoldingizmi? Alloh shifo bersin. Ayiz qanalar? Ayam bugun ishga chiqdi. Ishga chiqib ketdilarmi? Qayerda ishlayaptilar? Kunli ishda. Kunlik odamlar uyida ishlab yuradilar. Siz qiynalmayapsizmi hozir bunaqa bo'layotgan bo'lsa? Yo'da, ani dori-darmonimga anaqa ishga burchak chiqib yuboradi, bugun chiqib ketdi. Siz dori-darmonlaringiz uchun ishlashga chiqib ketdilarmi onangiz? Do'stlar, ehsonlaringiz, zakotlaringiz shunday oilalar kelyapti. Shu bemor bolajonlarga ilishganda mana yozib qo'yganmiz. Sizni qo'lingiz nimaga? Mana bolam, o'shagincha ehtiyot qiling, ichida ko'proq pul bor. Bu ham shu bemor bolajonlarga deb berilishganida, buni ham olgan. Buni ichida ham zakotlar, bunisi ham zakot. Bunisi shu bemor bolalarga degan. Buni ichida ham zakot bor. Mana bolam, hozir endi uylaringda hech kim yo'q bo'lsa, qanaqa bo'ladi? Bor bolam, uyga olib kirib bir chekka qo'yib chiqqini, ayaz kelsa berib qo'yasiz. Shu ehson qilayotganlarda, xizmat qilayotganlarda duo qilib turing, siz ham duoingiz ijobat bo'ladi. Xo'p, Alloh shifo bersin sizga ham. Azizlar, har bir bolajonlarda orzusi bo'ladi. Qizim, siz orzungiz nima? Dadam o'zalab. Mana biz xudo xolisa siz tog'ingiz bo'lib xizmatlaringizni qilib turamiz, xo'p? Shu pullarni ayizga bering, telefon qilib chaqiring, kelavering hayajon, ishlamang. Mana Marg'ilon saxovatlilar pul tashlab ketishdi. Ko'ngilli sahiylarda ehsonlarni berib ketishdi zakotlarini deb ayting. Sizni doktorga ko'rsatsinlar. Va bola qizim. Sog' bo'ling, Alloh shifo bersin. Yaxshi bo'lib qolinglar, ha qizim. Xayr. Assalomu alaykum do'stlar. Biz har oy tarqatadigan bo'lsak xarajatlarimizni. Endi hozir shunaqa Ramazon oyida har kuni tarqatyapmiz, to'g'risi. Chunki biz kelayotgan oilalar shu boquvchilari yo'q, iftorligiga, saharligiga hech nima qo'yolmasdan o'tirgan oilalarga kelyapmiz. Albatta, bu xursandchilikda, bu ularni shunaqangiz dasturxonida chiroyli holatlariga siz yaxshilar sabablingizdan inshaalloh. Ketdi-ya. Hozirda ham bir 7 ta oilaga kelganmiz. Kirsikda kuzatib boringlar, o'zlariga havola qilib boramiz inshaalloh. Ketdik. Oling unga. Bismillah. Assalomu alaykum. Kelinglar. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kelinglar. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bu kim? Blogerchi. Nima deydilar? Blogerchi. Bloger. Taniysizmi meni? Voy maşallah. İsmingiz nima? Umidjon. Umidjon. Necha yoshdasiz? Ha. Necha yoshdasiz? Maşallah. Alloh rozi bo'lsin. Olim hazga boring. Kim turasizlar bu uyda opa? Ikkovlaringiz turasizlar. Ozgina bemorliklari bor ekan, siz o'zingiz xizmatlarni qilib o'tirasiz. Opa, boquvchilaringiz bormi, yo'qmi? Ikkovlaringiz turasizlar. Bu uy eshitishim bo'yicha ijara. Shu bolaga o'zingiz qarab, xizmatlarini qilib, menimcha ishlanmasangiz ham kerak ko'chaga chiqib, chunki bu bolada bemorlik bor. Bu ijaralaringiz, kommunal to'lovlaringiz, ular qanday bo'lyapti, opa? Bitta ish qilsak, mana shu bolajonga mana $100 bersak do'stimizga. Mana. Maşallah. Chiroyli bir. Sizga. Xo'p, endi to'xtang, yana bitta ish qilaman. Buni qarang, ijaraga berasiz. Buni bu $100 yana bersak, endi bu bolaga hayotga zo'r qilib kiyintirib berasiz. Bo'ladimi? Ha? Shunaqa qilaylikmi, onaxon? Ha.
Ularni Allohim yo'qlasangiz, Alloh sizlarni yo'qladi. Allohu akbar. Aslida duo qilish ham shart emas. Jichcha ko'nglidan xursandchilik o'tib qolsa, inshaalloh topib ketamiz. Boradi. Shu $100 ijaraga bering, $100 hayitga chiroyli qilib kiyintirib, biror narsalar yegiz kelsa olib chiqib aynaltirib keling, xo'p? Naga boring. Ilohim. Sog' bo'ling. Do'stlar, hozir bu xursandchiliklarga albatta siz yaxshilar sababsizlar. Bitta like, bitta kommentariya, bitta yaqinlarga jo'natib qo'yish nima sizdan ketadi. Qarang, shunaqa qilib ham shu xayrli ishga, shu bolalarning, onalarning xursandchiliklariga sabab bo'lsangiz bo'ladi, do'stlar. Berilgan zakotlardan beryapmiz. Berilgan shunaqa omonatlar bor, shulardan taqsimot qilyapmiz. Mana xursand bo'lganimni qilib. Opamiz xolis bizga shu oilalarni bildirgan opalarimiz bor. Omon bo'ling. Xayr, biz kelib turamiz Umidjon aka. Yo, sizga bu, sizga bo'ldi. Onaga bering. Bo'pti bolajonim. Xayr. Haytingiz qutlug' bo'lsin sizni ham. Ilohim hajga boring. Alloh. Hammalaringiz. Hammalaringiz. Rahmat. Yaxshi qoling siz ham. Assalomu alaykum. Holmanglar, yaxshimisizlar? Suyimsizlar? Qani? Yaxshimisiz? Ota bola bo'lyapsizmi? Opa, tinchmisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi yuribmiz. Kim turasizlar? Shu o'g'lim ikkovimiz. Boquvchilaringiz-chi? O'quvchim o'tib qolgan 7 yil bo'ldi. Yosh bolaliklarda o'tib qolganmilar? Ha. Xo'jayingiz. Kichkina edi. Qayerda ishlaysiz? Maktabda 8-maktabda ish beruvchi bo'lib ishlayman. Maktabda ish beruvchi bo'lib ishlaysiz. Bolajonning maktabga narsalari bormi? Nima qilib bilan qilib yuribmiz endi. Bu bolajon nima qiladi? Birga sizga yordam beradimi, chiqadimi? Ha, bilan maktabda o'sha o'qiydi, bilan yuramiz, ishlar. Ko'zingga yosh olyapsan, bolajon. Birorta kaming bormi? Sal o'g'lim. Nimaga yig'layapsan? Ha? Nimaga yig'layapsan, bola? Ayt bolam, nima birorta kaming bormi? Yo'q. Nima zarurating bor? Ha? Bolam yig'lamagin. Sen yig'lasang dunyo yig'laydi bolam. Seni ko'z yoshing xursandchilik ko'z yoshlar bo'lsin. Xo'pmi bolam? Bu onangga chiqib yordam berishasanmi ishlar? Ha? Mana. Senga hayitli. Onangga ber. Mana onajon, men sizga hayitli berdim degan. Xo'p? Mana sizga hayitli berdim. Sog' bo'ling. Xalqlaringga, bolalaringga shukr. Do'stlar, shunaqa otasiz bolajonlar nimaga yig'layotganini o'zi biladi, Alloh biladi. Qalbida nimalar bor, siz bilmaysiz. Lekin shu ko'z yoshlar, xursandchilik ko'z yoshlarga albatta siz yaxshilar sababsizlar. Do'stlar, bolasi mana onasiga hayitli berdi, katta bola bo'lib, ha? Isming nima edi? Anvarjon? Almardon. Almardon, maşallah. Katta bola bo'lgin, ha? Sog' bo'ling, yig'lamang opa. Biz har oy xudo xolasa qo'limizdan kelganicha sizlarni xabar olib turishga harakat qilamiz, xo'p? Sog' bo'linglar. Rahmat. Almardon, zo'r bo'ladi, xo'p? Yig'lamagin bolam, xo'p? Bo'pti bolam. Bolam. Yig'lamagin bolajonim. Hayting qutlug' bo'lsin bolajonim. Kirib kelayotgan hayitlaring muborakli bo'lsin, xo'p? Sog' bo'lgin. Rahmat. Hayitga zo'r qilib onangga kiyindirib, o'zing ham bir kiyim olgin, xo'p? Berilayotgan zakotlaringiz mana shunday oilalarga, shunday bolajonlarga kelyapti. Sizlar saxiylarni ehsonlaringiz mana. Gapir o'g'lim. Qo'jilarga boringlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Rizqlaring qutlug' bo'lsin. Hammalar, Rizqlaring uzoq bo'lsin. hammalar. Ilohim. Sog' bo'lgin. Katta bola bo'lgin sana. Mayli. Allohu akbar. Xursandchilikdan bu ko'z yoshlarni qarang. Mayli bolajonim, xafa bo'lmagin. Sani dadam yo'q demagin. Mana senga nechta odam sani oldingga kelyapti bolajonim. Son qilguvchi bola bo'lsin. Amin. Rahmat sizlarga. Azizlar, bu ko'z yoshni ko'ryapsizlar. Shu ko'z yosh xursandchilik ko'z yoshim bo'lsin deganlar. Bitta like bosing, kommentariya deb duo qilib qo'ying va bitta shu videoyimizni story qilib qo'ying. Shunaqa oilalarni ko'proq borib xabar olaylik. Qarang, bu nima deyish to'g'risi o'zim ham bilmayman.
Rahmat sizlarga ham. Opa sog' bo'linglar. Mayli. Xudo xohlasa biz xabar olib turamiz inshaalloh. Rahmat sizlarga. Hop. Assalomu alaykum. Bismillah. Kelinglar. Shu o'tiribsizlarmi? Rahmat, tinchmisizlar? Kirib kelayotgan hayit ayyomlaringiz muborakli bo'lsin. Iloyim. Bu qizingizmilar? Sizda bemorlik bormi? Nima bemorlik? Ko'zingizda ozgina Ha, ko'zimda nogiron. Yaxshi ko'r. eshitishim bo'yicha bu qizimizda ham ozgina shunaqa bormi? Nima bemorliklari? Sudurga bor. Ha, O'sha sudurga bilan kasal. ozgina aqlan shunaqangiz holatlari hammi? Ha. Necha yoshdasiz? 12 yoshdamisiz? Ha, iloyim. Alloh shifo bersin, yaxshi bo'linglar. Shu ko'ngilli sahiylarimiz ehsonlarini sizlarga ham bir qisman berishlik lozim topdik. Niyatlagan bo'lsalar, niyatlangilar. Bizga bergan bo'lsa sizlarga ming bersin. Mayli, sog' bo'linglar, Alloh shifo bersin, o'zi yordam bersin. Xayr qizim. Yaxshi turinglar. Ana duo qilmaysanmi? Qizim, shu uchonam oldik. Duo qilsam, Alloh hammamizga xayrli, mazmunli umr bersin. Siz ham katta qiz bo'ling, baxtli bo'ling, yaxshi bo'lib keting iloyim. Allohu akbar. Hop, hozir so'raymiz bugun ulgurmikinmiz. Ochinglar eshikni. Shukrillah. Bugun ham ko'chada yo'lda ocharmikinmiz og'izni? Ajri bor inshaalloh. Izzatchimi? Dogaron nima gap? Og'iz ochgani nima bor deyishadigan bo'lsa mana og'iz ochgan. Kechaga yarmi edi, bugungi mana yarmi. Duo qilib turasizlar. Biz hali hamon xizmatlardamiz. Saydali. Voh, topib oldi mani. Qarang, sadovasi. Mani topib oldi yana. Shunday. Qarang. Endi kishi kelsa. O'pishini ko'ryapsizmi? Bolajonda juda ko'pchilik duo qildi. Ozgina ehson ham bor edi. O'sha ehsonni olib kelganlar hamga mana. Onalari mana. Saydalixonga berib ko'raylik o'zlariga. Saydalixon. O'piraverasiz a. Mana. Zakotdan berishgan edi. Hammamizdan rozi bo'lsam. Saydalixon endi bu qo'yib olmaydi-da, qarang. Qo'yib olmaydi. Makka machonlar bo'ladi. Qarang. Alloh taolo siz va bizga shu sinovni berishi mumkin edi. Siz yaxshilarda ehsonlaringiz mana joy-joylariga yetkazishda davom etyapmiz. Akamiz ko'tara olmadilar, qarang. Shat ko'tarib olgilarim kelyapti-yu, endi mumkin emas, ko'tara olmayapman. Asson ukamiz borlar, shunaqa qilib massaj qilib berdi. Mana bir Saydalixon mana shunaqa massaj qilib qo'yaychi. O'xshamasa ham, ha, usta. Bizga ruxsat bering endi, Xor aka. Sizlarga bolalar bor. Assalom. Mana hozirgi nima berdilarmi? Hozir biz bilan kelgan ukamiz ham tura olmadilar shu ekran oldida, lekin shu ehsonlar berdi. Mana opamni ham olib qo'ying. Shunaqa biz jamoada yurganlar, biz yonimizda yurganlar, ehson berib yuradigan odamlar. Duo qilib bersinlar. Bismillah. Assalomu alaykum. Xor aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Qo'yaveramiz. Ben siz yo'q, qilmayman. Samjon aka. Do'stim, qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xor aka, sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat senga, chetda senga. Biz duo qilinglar qanday. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Xor aka, salomatmisiz? Ha, sekin endi. Ko'rmaysiz. Biz Gunohlaringizga kaforat bo'lsin. Yaxshi bo'ling. shu
Qancha bemorlik bo'libdi-da, aka. Shu. Operatsiya bo'ldim dedingizmi? Ha, operatsiya bo'lib ichcha. 4-5 oy ketyapti uyda biz. Chiqarganingiz yo'q, ishlamayapsiz. Eshitishim bo'yicha ikkita operatsiya o'tkazdilar deb. Qog'ozlari ham turadi. Yo'q, biz. Qog'oz operatsiyani qadar. Sevish degan kasallik bor ekan gumbadan. Ha. Gumbadan bo'lib Allohdan. Alloh qadariga qarshi chiqarmaymiz. Albatta. Bunday kasal bo'lgan odam emas edi o'zi. Ha. Ustachilik qilamiz o'zi. Ha. O'rtamiz bilamiz. Gunohlaringizga kaforat bo'lsin. Alloh asli holingizga qaytarsin. Voy mashalloh. Qorakamiz mana. Qarang, telefon o'ynab, Instagram o'ynab o'tganlari yo'q. Alloh taolo hammalarimizga shunday baxt nasib qilsin. Orada bizga shuncha berilgan omonatlar bor edi. Shu bemorlarga bo'lsa yaxshi bo'lardi, shu zakotdan 3 million. Bitta yana ichcha nimamiz, mana bunisi $100, yana shu berilgan omonatlardan. Hozir joyi deb topdik, chunki anchadan beri shu bemorlik bo'lib, qattiq shunaqangiz operatsiya jarayonini o'tkazishgan. Alloh qayt beribdi yana ham qorakamiz. Albatta Allohning qadari. Iloyim. Kim nima niyatlarda turgan bo'lsa, Alloh erishtirsin. Sabab chiqganlarni ham nima niyatlarda qilayotgan bo'lsa, Alloh erishtirsin. Iloyim. Alloh salomat qilsin. Duolaringizni eslab turing. Rahmat katta hammalarga. Allohu akbar. Iloyim. Azamxon aka. Salomat bo'ling. Ertalosini ko'rmaganim. Hammasi Xudodan, onajon. Bitta bolamni berib qo'ygan. O'shandan keyin jicha mazami yo'q. Qizini berib qo'yganman. Qarang, Alloh taolo shunaqa bir sinovlar berganki, uylari yo'q. Bitta qizlari olamdan o'tgan, o'g'illari ham olamdan o'tgan. Qorakamda og'ir hozir mana bir operatsiya, shunaqa jarrohlik bo'lib o'tibdi. Yana bitta jarrohi bor oyog'i. Yana oyoqlarida ham bemorligi. Oyog'ini nima deyishdi? Xususiyda qilishadi. Bizda hozir endi mumkin emas ekan. Narkozdan keyin jicha asabiylashyapti, hali jicha bor ekan. Bir yildan keyin deyishdi. Bu onamizni xizmatlarini qilib turadigan paytlarida hozir akamizga shunday sinov kelib qolgan. Do'stlar, qarang, uy bo'lmasa, sog'liqlari bo'lmasa, onamizdan oqayotgan ko'z yosh qarang do'stlar. Xursandchilik ko'z yoshlar inshaalloh shu berilgan zakot omonatlaringizga xursand bo'lib duo qilyaptilar. Rahmat, rahmat sizlarga. Siz yaxshilar risolangizni shunday oilalarga, shunday joylarga yetkazishda davom etyapsiz. Onajon, Alloh taolo uylar ham beradi sizga, xudo xolasa. Yaxshilar ko'p. Allohim aytganingizga. Biz xudo xolasa o'g'lingizmiz mana biz ham sizlar. Mana jamoamiz bilan xudo xolasa qo'limizdan kelgancha xizmat qilamiz. Qorakam mana biz do'stimizlar. Farzandog'ini hech kimga ko'rsatmasin. Sog' bo'ling. Rahmat. Ertaroq ko'p topgan yeriga sizni. Xudo jo'natdi. Bilganimda ichinlarisida yordam so'radim. Hech kimdan yordam so'ramadim. Maşallah. Mana xudo xolasa biz yoningizda o'g'lingiz bo'lib imkon qadar xizmat qilamiz. Rahmat, rahmat bolam. Ilohim. Salomat bo'ling. Baraka bersin. Ilohim bolalaringni rohatini ko'ringlar.